Uzun tuman axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan siz aziz kitobxonlar uchun tayyorlangan book trailer. 26 aprel O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tavallud topgan kun. Shoir she'rlari xalqimiz yuragidan munosib o'rin topgan. Uning she'rlari 7 dan 70 gacha bo'lgan she'rxonlar tilidan tushmaydi. Dillarida aksu sado beradi. Muhammad Yusuf kabi o'ta keng qamrovli hissiyotlari va o'ylari chuqur shoir o'limini bir narsagina undan meros qolgan va shubhasiz o'zbek she'riyati rivojiga samarali ta'sir ko'rsatuvchi she'rlargina yupatadi. Shoir she'rlari orqali odamlarning unutayozgan qadriyatlarimizni, millatimizni asrab-avaylashga chorlaydi. Uning she'rlaridagi oddiy obrazlari ayni paytda munis va qadrdon tub mohiyati, ya'ni ular timsolida shu ona vatan, muqaddas tuproq, shu vatanning azizligi, mo'tabarligi aks ettirilgan. Muhammad Yusuf shoir, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati. Muhammad Yusuf adabiyotga 70-yillar oxirida kirib kelgan. Muhammad Yusuf 1954-yil Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida dehqonlar oilasida tug'ilgan. 1971-yil o'rta maktabni tugatib, Respublika Rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kiradi. O'qishni bitirib, O'zbekiston kitobxonlar jamiyatiga muharrir bo'lib ishga kiradi. So'ngra Muhammad Yusuf Toshkent oqshomi gazetasi muxbiri, G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at tahririyati musahhihi, O'zbekiston ovozi gazetasi muxbiri, O'zbekiston Milliy axborot agentligi bosh muharrir o'rinbosari, Tafakkur jurnali bo'lim mudiri lavozimlarida faoliyat yuritadi. Muhammad Yusuf quyidagi asarlar muallifi: Tanish teraklar, Bulbulga bir gapim bor, Iltijo, Uyqudagi qiz, Halima enam allalari, Ishq kemasi, Ko'nglimda bir yor, Bevafo ko'p ekan, Erka kiyik, Osmonimga olib ketaman. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf 2001-yil 31-iyulda vafot etgan.